Alloh taoloning 99 ta ismidan 20 ta ismini sanab bersangiz, men sizga yana 100 ming so'm beraman. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Siz bilan qani yaxshisizlar? Pulga o'ynatadigan bloger emas. Sizdan faqat son so'rayman. 1 dan 10 gacha bo'lgan sonlardan o'zingiz yoqtirgan soningizni oltini tanladilar, shu tarafdan sanadilar. Qani go. 1, 2, 3, 4, 5 deganlarida 100 ming so'm yutardilar. 6, voy 100 ming so'm pul yutdi, 100 dollar emas, hatto 100 ming so'm pul yutdilar. Qani yaxshi qiz, endi sizda yana 100 ming so'm pul yutib olish imkoniyatingiz bor. Bittagina sharti bor, qarang. Alloh taoloning 99 ta ismidan 20 ta ismini sanab bersangiz, men sizga yana 100 ming so'm beraman. Sanab bera olasizmi? Ayting, 20 ta ism. Al-Ahad, Al-Latif, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Jabroir, G'affor, Al-G'affor, O'nta. Ha? Mayli. Al-Qodir, 10 mingta. Al-Razzaq, Ar-Razzaq 12 ta. Al-Rahman, Ar-Rahman edi. Ar-Rahman edi. Al-Ratib, Ar-Rahman nima deysiz? 10 mingta. Al-Jalon 12 ta. Al-Qodir, Al-Qodir 14 ta. Yana 6 ta 100 ming so'm olasiz. Al-Sabir, Musofir, 15 ta. Al-Sayyid, 16 ta. Al-Jalil, 17 ta. 3 ta endi yana 100 ming so'm olasiz. Al-Nafat, O, ana 18 ta yana 2 ta. Al-Allah, Voy, yana bitta dona ayting. Al-Qayyum, Voy, gap yo'q. 20 ta Alloh ismini yetdi. Gap yo'q. Yana sizga 100 ming so'm pul to'g'riladi. Mana gap yo'q. Yana 99 tani mukammal yodlasangiz, menimcha hamma xursand bo'ladi. Charchamay, qani o'yingiz yoqdimi? Charchamay. Yaqinlar sizlar nechtasini bilasizlar? Kommentariyada yozib ketaveringlar. Sizlarni yaxshi ko'ramiz. Sizlar uchun harakatlanib shu videoga like ham bosib qo'yinglar. Go.